Xo'p, ana yangi qishloq degani bu yangi uy degani. Xo'p, qishloqqa ham yetib keldim. Bu yerda endi uy sotib olsam, mening uyimni topishim kerak. Yo'q, bu yerda kompotning uyi bor ekan. Chotki. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum. Oho, qishloqlar zo'r ekan. Yo'q, o'yinchi ham bor ekan. Assalomu alaykum. Assalom senga ham. Bu yerda mening uyi qayerda bilmaysizmi? Mer deganlari bormi o'zi? Yo'q, siz mermisiz? Yo'q, merning uyi to'g'ridagi uy. Aha, Stiv aka, rahmat. Arzimaydi, bu qishloqqa uy olmoqqa kelgan bo'lsang, senga uyni ham beradi. Borishing mumkin. Xo'p, mayli. Xo'p, ana bu qishloqqa ham yetib keldik. Assalomu alaykum, janob mer. Alaykum assalom, senga nima kerak? Menga uy kerak edi, janob mer. Qanaqangi har xillarning kompotli uy kerakmi? Kompotning cho'tki uy. Zo'r bo'lardi, menga o'zi kompotning uyi yoqadi. Janob mer, bunga uy kerak ekan. Aha, bildim. Bunga kompotning uyini bersakchi. Uy menimcha zo'r edi-ya, ha? Pastga tushib gapiravering, ishtaman. Xo'p, mana shu kompotning uyini bersak, bu bolaga juda ham mos keladi. Hamda arzon narsa kerak shekilli bu bolaga. Ha, to'g'ri. Yosh bola ko'pincha arzon narsaga qiziqadi. Unaqada senga kompotning uyi bo'ladimi? Ha, kelaverishda ko'rgan uyimmi? Kelaverishda bilmadim, lekinda xo'p, ko'rasan. Unaqada bunga shu uyni berasan. Menga yoqadi kompotning uyi-da. Ha, yoqsa senga mos. Bunaqada bunga hozir ko'rsatib ber. Shunaqada u bilib oladi qanaqangi uyligini. Yoqsa berasan. Ha, zo'r ish bo'lardi bu bolaga bersak bu uyni. U xursand bo'ladi. Ha, beraver. Bersak zo'r bo'lardi. Janob mer, siz bilan gaplashib olmoqchi edim. Janob o'yinchi chiqib tursangiz. Xo'p. Janob mer, bu odamning Stivi yaxshi odammi? Menga juda ham xushmon bo'lyaptilar. Menga yoqyapti, lekin shu bilim olmoqchi edim. Sizning kimingiz u? Men sigara chekib bilaylik. Xo'p, mayli, sizning kimingiz? Mening ishchim. Yanimda turadigani. Ha, tushunarli. Men ketdim, unaqada ko'rsatib olaman. Sizga hozir pulni tashab beraman. Aha, parolni yoz. Bo'ldi esa ko'rib olasan, bolakay. Yo'q, mayor, chiqdingmi? Ha, chiqdim. Xo'p, mayli, ko'rsatasizmi demoqchi edim, ko'rsatasan deb bordim. Xo'p, mayli, yuri izimdan tez mana shu tarafga. Xo'p, mana shu kompotning uyi. Nimaga qaqqayib turib qolding, yuri? Yuriyman, siz boshlang. Xo'p, mana shu. Ana cho'tki menga yoqyapti. Hozirga. Yoqqan bo'lsa kirib o'zing joylashib olishing mumkin. Meblari ham bor. Men esa sen kiraver, men esa ketaman. Ishqilib senga yoqsa bo'ldi, bolakay, aytgancha. Bu qishloqda juda ham yomon odamlar ko'p. Hamdasa vahshiylar ham. Bu qishloqda hech kimga ishonma. Men ketdim. Nima? Hech kimga ishonma? Balki unga ham ishonmasman. Xo'p, mayli. O'zi eshitmagani yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa menga ishonaver deb o'tirmasdi u bola. Men esa charchab ketdim. Ertalabdan yuribman. Hozir bir oz uxlab olamsam bo'lardi. Cho'tki bo'lardi-da. Uxlab olay men. Jin urdi. Kim? Men chiqaqol bolakay. Sizmi Stiv? Ha. Bolakay, senga ish kerakmi? Ha, menga ish kerak. Zo'r bo'lardi. Unaqada sen instrumentlaringni olib, mana bu yerdagi fermaga borasan, tushundingmi? Shu yerda fermani ko'rsataman, senga ishlaysan, tushundingmi? Men ketdim. Ketsangiz ketavering. Hozir boraman. Senga bitta gapim bor. Sen aniq tayyorsan-a? Nimaga? Ayting, nimaga? Xo'sh, nima? Sen zo'r urisha olasanmi?
Qanaqangi urush? Men oddiy bola bo'lsam, qanaqangi urush olaman axir? Tushunarsan. Bu yerdan ketmoqchi emasmisan yaqin oralarda, masalan, bir ikki haftalarga? Yo'q. Yo'q. Unaqada sen kelaver, men ketdim. G'alatimi? G'alati emasmi mendan unaqa so'rashingiz? Yo'q, Jenrson, mendan nimaga o'zi ketmayapsanmi deyapti menga. Tushunarsiz, balki. Yo'q, unaqangi emas. Nima balki deyishingiz mumkin. Men o'ylanib qoldim-da. G'alati hammasi. Nimasi g'alati ekan, bola? Hech nima. Hech nima g'alati emas. G'alati bo'lmasa, nimaga g'alati emasmi axir deyapsan? O'zim shunchaki. Stiv aka. Unaqada bo'l, ana shu tarafda yuraysang-chi, yura izimdan. Yo'q. Qayerda qolib ketding, ey? G'alati, menga unaqangi so'zlar. Xo'p, mayli, mana qotib qolgan deb o'ylanib. Nimaga o'ylanasan? Mana shu poliz seniki. Pul qancha bo'ladi? Bu senga tekin. Mening do'stligim nomidan. Do'stlik? Nima edi? Shunchaki o'zim so'radim. Siz juda ham zo'r odam ekansiz. Hoy, bola, jitil yo'qol bu yerda endi, bu boshqaniki. Ketdi. Qo'rqadi-da. Bo'lmasa mana shu polizlarni sen tozalab, o'zingniki. Hoy, mayli, rahmat, bularni men keyinchalikka qilarman bu ishlarni. Men esa hozir o'zim xayol surib borishim kerak, Jenrson. Ularning menga qilayotgan yaxshiliklar juda ham g'alati, tushunmayapman. Nimaga aynan men? Hamma narsada menga tekin deyishyapti. Bu juda ham g'alati. Bo'lmasa men hozir yangi bratning oldiga borib fermani tozalayman. Brat turgan bo'lsa bo'ldi shu joyda. Xo'p, bu yoqdan boramiz. Siz nima qilib turibsiz bu yerda, brat? Men shunchaki mana shu yerda xayol surib turgandim. O'tgan ketganlarga nima yap deb turgandim, telefon ko'rib. Xo'p. Sen borib ishingni qilsang-chi, merga topshirishing kerak ertaga. Bor. Men esa hozir mana bu bilan qo'q olmoqchiman bundan. Hoy, mana bu qo'qingiz qanchadan? Bu qo'qimmi? Atiga 15 tizim bo'ladi. Mana shuchi. Mana 12 dan. Xo'p, bo'lmasa. Juda ham g'alati, mendan bir narsani yashirayotganday. Mendan qochib ketadi. Nimaga ekan? Bilmadim. Mendan qochyapti. G'alati. Mendan qochmasdi-ku, men bilan do'st edi. Nimaga? Bilmadik. Xo'p, mayli. Hozir bunaqasiga qilib bo'lsam, yo'mayr 3 ta so'z yetmay qoldi. Men esa uyga ketdim. Men yotib uxlayman. Ketdim. Yo'mayr la'nati. Bu bola biladimikin meni, Jenrson? Yaqinda bir haftadan ichida men chinganaman. U esa bundan xabari yo'q. Anaqa mendan xafa bo'lish, men unga yaxshilik qilishni istayman. Men yo'q qoldi u bola. Lekin men jinga aylanishimni u bilmaydi. La'nati, jinga aylansam, aniq uning ichiga kirib olishim mumkin. Va u youtuber ekan. Kanalga nima bo'ladi, la'nati? Sabim chiqyapti, la'nati. Jenrson, uning kanalida niyati bor. Niyati 100 ta bo'lish. Lekin bu niyatiga amalga oshmasdan u arvoh bo'lib qolishi mumkin. Mening dastimdan. Nimaga o'zi bu qishloqqa men keldim? Shu paytda kelmasligim kerak edi, Jenrson.